Xabaringiz bor, joriy yilning 8-aprel kunidan 12-aprel kuniga qadar Termiz xalqaro savdo markazi erkin savdo zonasida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning savdo yarmarkasi bo'lib o'tishi rejalashtirilgan edi va ayni paytda ushbu jarayonlar boshlanish arafasida mazkur savdo yarmarkasi uchun Afg'onistondan 100 dan ortiq tadbirkorlar, Tojikiston Respublikasidan esa 30 ga yaqin tadbirkorlar tashrif buyurishgan. Qadam tashlandi, go'zal mana Surxon yelimda, Madin O'zbekiston yarmarkasi boshlandi. Endi qarang savdodan hozir qabul qilingan qarorga asosan yurtimizda ishlab chiqarilgan oziq-ovqat